Iftordan keyin siz ham shirinlik yegingiz kelyaptimi? Unda yaqinroq keling. Bu retsept bilan sotuvni amalga oshirib, bemalol daromadga chiqsangiz bo'ladi. Avvaliga pisochni xamir tayyorlab, uni biroz tindirib olamiz. So'ng ko'rsatilgandek qilib yoyib olamiz. Hayitgacha to'liq retseptni opisaniyada yozib qoldiraman. Bemalol ko'rib tayyorlashingiz mumkin. Keyin dumaloq shaklda kesib chiqamiz. Qolipinglar bo'lsa, bemalol qolipdan foydalanishingiz mumkin. Menda yo'q edi, shuning uchun shu bakkaldan foydalandim. Ichiga solish uchun nachinka sifatida bezya tayyorlab oldim va yer yong'oqni yaxshilab qovurib, maydalab to'g'rab oldim. Bu shirinlikning nomini gusini labka deydimi yoki rakushka? Bunisini aniq bilmayman. Sizlar bilsanglar, kommentariyada yozib qoldiringlar. Kesib olgan xamirlarimiz ustidan bezya va yong'oqimizni solib, mana tugilishlarni ham ko'rsatib o'tdim. Xuddi shu ko'rinishida tugib olamiz. Men tayyorlagan pisochli xamirdan ikkita zuvala chiqadi. Bu birinchi zuvalasiga tayyorlagan shirinliklarim edi. Ikkinchi zuvalasini yoyib, uni boshqacha tugilishini ko'rsatib o'taman. Tugib olgan shirinliklarimizni listga terib, 180 gradusga 20 daqiqaga gaz pechiga yuboramiz. Ikkinchi xamirimizni yoyib, uni ham xuddi shu ko'rinishda dumaloq shaklda kesib olamiz. Bezya va yong'oqlardan solamiz va mana tugilishini ko'rsatib o'taman. O'rtasidan bo'kib, yarim oy shaklida tugib, chetlarini aylantirib o'rab chiqamiz. Keyingi tugilishi bizda xuddi banancha ko'rinishida bo'ladi. Uni xamirimizni teng yarmigacha buklab, bosib, keyin yana bitta aylantirib, chekka qismini yaxshilab tugib chiqamiz. Gaz pechidan chiqqan shirinliklarimizni xohishga ko'ra bezatib olamiz. Men turli xil ko'rinishda bezatib oldim. Sizlar ham xohlaganingizcha bezatib olsanglar bo'ladi. Mana birinchi ko'rinishi saxarni pudra sepib oldim. Ikkinchisiga esa varyonli sgushankadan foydalandim va boyagi ichiga solishda foydalangan yong'og'imizga belab oldim. Uchinchi ko'rinishi esa menda kokos va strushkani sepib oldim ustiga. To'rtinchi ko'rinishi esa menda oddiy og'iz sgushankani surtib olib, ustiga fistashkani maydalanganidan sepib oldim. Bu juda ham chiroyli ko'rinish beradi. Keyingi tayyor bo'lgan shirinliklarimizni ham xuddi shu ko'rinishda bezatib oldim. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham barakali bo'lib chiqadi.